Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Allohu taolo olamlarga rahmat qilib jo'natdi. Qur'oni Karimda marhamat qiladiki: "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Biz sizni faqat olamlarga rahmat qilib yubordik deb marhamat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni olamlarga rahmat bo'lib kelganligini Allohu taolo o'zi tasdiqlab, unga Allohning o'zi guvoh bo'lmoqda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mu'minlarga ham rahmat, mu'min bo'lmagan, iymon keltirmaganlarga ham rahmat. Mu'minlarga rahmat bo'lib kelganligi hammaga ma'lum. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musaffo dinni keltirdi. Hidoyatni keltirdilar. Ikki dunyo saodatiga sabab bo'lguvchi pokiza shariatni keltirdilar. Mu'minlar iymon keltirib, shu shariat uzra yashasalar, ikki dunyo saodatini topadi. Ularga rahmat. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u zotga iymon keltirmaydigan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin qiyomatgacha yashaydigan barcha nomusulmon bo'lgan xalqlarga ham u zotning barakatlaridan, rahmatlaridan nasiba bor. Nima bilasizmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelganlaridan keyin osmondan tosh yog'ishi, ommaviy ravishda yer yutishi, bir qavmni tag tubi bilan yo'q bo'lib, vayron bo'lib ketishi, insonni hayvonga aylanishidek katta azoblarni Alloh taolo to'xtatib qo'ygan. Kimni fazlidan? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning fazlidan. Olamlarga rahmat bo'lib keldilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Olam ko'p dunyoda. İnsanlar olami bor, jinlar olami bor, hayvonot olami bor, farishtalar olami bor, nabototlar, o'simliklar olami bor, predmetlar olami bor va hokazo. Sanasang juda ham ko'p. Shularning hammasiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rahmat bo'lib kelganlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari aytadilar: iymon 70 nechi bo'lak turi. Uning eng yuqorisi la ilaha illalloh va eng quyisi yo'ldagi ozorni olib qo'yish. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning rahmatlaridan, ya'ni jonsiz narsalar ham foyda ko'radi. Ya'ni jonsiz narsalarni ham saram-sarinishda qilib, yo'lda bo'lsa shuni olib qo'yish, tepkilamaslik bizning dinimizda bor. Demak, umumiy qilib aytganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rahmat payg'ambari bo'lib kelganlar.